Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshimisizlar? Bugun 9-yanvar. Ko'chatlarimiz 3-gulini ochyapti уже. Noyabrda ekilgan. Mana уже birinchi gullari. To'rtta tuygan. Ikkinchi guli. Mana uchinchisi. 4ga qarab ketyapti. Xudo xolasa. Bu alamina navini ekdik, yaxshi hosil olish uchun og'irroq, ko'proq. Bozorda eng talabgor pomidor deyiladi bu alamina. Sotuvchilar biladi, bu ancha qattiq bo'ladi, ko'p vaqt turadi. Qattiqligi uchun juda qizil bo'ladi. To'q qizil bo'lgani uchun ham rangi uzr bo'ladi. Ham gullari, shodalari ko'rgan bo'lsangiz, mana shunday adin chiroyli bo'lib turadi. Shuni hisobiga bozorga bu. Bir xilning orasi sal uzun bo'lib ketdi. Havo sal dimlanib qolgani uchun bulut ko'p bo'ldi. Mana shu 15-20 kun bulut bo'ldi pashta. Orada bir kun, 2 kun issiq bo'lmasa. Mana pomidorlarimiz. Ikkinchi gullari mana. Uchinchi gullar. 4ga qarab ketyapti. Kujovani eng baland joylari. Belimdan sal oshdi. Kindimdan sal oshdi. O'sha ko'kragim kelib qoldi. Agrovolokno qilganmiz ustiga. Agrovolokno bilan luklar ochilib yopilyapti. Kechqurun har doim agrovolokno ochamiz. Namlik kontrol qilishga juda yaxshi ekan bo'ladida. Ko'rgan bo'lsangiz, mana bunda teshik namlikni o'tkazaveradi. Tomchi bo'lib qolmaydi bunda. Shu hisobiga mana barglarimiz yaxshi turibdi. U darajada kasallik tushib ketgani yo'q. Agar biz termiz qilganimizda, sarafan bilan yopganimizda rosa degan tomchi, bargga tomchi juda kasal qilardi. Kasallik ko'paytirardi. Shuni hisobiga mana Xudoga ming hisob shukr. Yaxshi bo'lyapti pomidorlarimiz. Hozir o'g'onda bakterial kasallik bor. Bunga qarshi kurashyapmiz. Juda kam. Juda kam.